Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda tema 13-chi qismini ko'rishamiz. Xo'p, bugun bizda sal boshqacharoq. Har doim bittadan misol ko'rsak, bugun 5 ta misol ko'ramiz. 3 ta algebra, 2 ta geometriya. Xo'p, boshladik. Birinchi misolimizda bizda kasr beryapti va shuni hisoblab qo'ying deyapti. Boshladik. Birinchi misol. Xo'p, ko'rib turibmizki, 111 taqsim 333. Keyingisi 222 taqsim 666. Xo'p, keyingisi 333 taqsim 999. Xo'p, biz bularni qisqartirib olsak bo'ladimi? Masalan, 333 ni 111 ga qisqartirib olsak 3 qoladimi? Tepani qisqartirib olsak 1 qoladi, to'g'rimi? Xo'p, 222 bilan 666 ni ham xuddi shunga qisqartirib olamiz. Tepani 222 ga qisqartirib olsak 1, pastni qisqartirib olsak 3. Xo'p, o'ta ham xuddi shunaqa, faqat 333 ga qisqartiramiz. 1 qoladi, pastda 3. Vaziyat qanaqa bo'lyapti? 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 3. Xo'p, plus minus bo'lgani uchun ketadi va bizda bitta 1 taqsim 3 qolyapti. Bu bizda da javobda turgan edi. Xo'p, ikkinchi misol. A teng 5 ga, B teng 3 ga. Xo'p, keyin hisoblaganda o'tdi 0.3 ko'paygan A kvadrat qo'shilgan A ko'paygan B. Shuni hisoblab qo'yganda o'tdi. Xo'p, bizda sonli kichkina bo'lgani uchun o'rniga qo'yib hisoblab ketsak bo'ladi. Buni yomon tarafi yo'q. Xo'p, ikkinchi misol. Xo'p, 0.3 ni biz 3 taqsim 10 deb yoza olamiz. Xo'p, A ni o'rniga bizda 5 kelyapti, ko'paygan 5 ni kvadratda qo'shilgan A karra B. 5 karra 3 degani. Xo'p. Shuni hisoblab qo'yamiz. Xo'p, 5 ni kvadrati bizda 25 ga teng. Xo'p, 10 bilan qisqarib ketsa, tepada 5, pastda 2 qoladi. Xo'p, 5 tepaga ko'payyapti. 15 taqsim 2 qo'shilgan 5 kere 3 15. Umumiy makhraj 2 bera olamiz. Shunda 15 qo'shilgan 30 taqsim 2. Xo'p, 45 taqsim 2 teng bo'ladi 22,5 ga. Xo'p, bu bizda S javobda turgan edi. Xo'p, keyingi misol, uchinchisi. X ni topgan deyapti bizda. Xo'p, proporsiya ko'ramiz. Bu bilan bu ko'payadi, bu bilan bu ko'payadi. Xo'p, ketdi. Uchinchi misol. Xo'p, 9 ko'paygan 2 plus x teng bo'lyapti 2 ko'paygan 4 minus x ga. Xo'p, 9 ni qos ichidagi har biriga ko'paytiramiz, o'tdan 2 ni qos ichidagi har biriga ko'paytiramiz. 18 plus x plus 9x, xo'p, teng bo'lyapti 8 minus 2x ga. Xo'p, minus 2x ni o'tga plus qilib o'tkazamiz, 18 ni minus qilib o'tkazamiz. Shunda bizda 11x teng bo'lyapti. Xo'p, 8 ayrilgan minus 18. Bizda minus 10 ga teng bo'lyapti. Xo'p, 11 ni bo'lish qilib o'tkazamiz. X teng bo'lyapti minus 10 taqsim 11 ga. Xo'p, bu bizda S javobda turgan edi. Xo'p, keyingisi geometriya. Bizga teng yonli uchburchak beryapti va tashqi burchakda alfa beryapti. Shuni topgan deyapti. Xo'p, bizda nima qilsak bo'ladi? Mana ikkalasi bir-biriga teng ekan. Demak, mana yerda ham alfa bo'ladi. Xo'p, teng yonli uchburchak bo'lgani uchun pastki burchak 38, bu yerda ham 38 gradus bo'ladi. Xo'p, e'tibor bersak, bizda yarim aylana shakl bo'ldi. Xo'p, bizda yarim aylana bo'lsa, shuni 180 ga tenglashtirib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Alfa qo'shilgan alfa qo'shilgan 38 teng 180 ga. Xo'p, 2 alfa 38 ni minus qilib o'tkazamiz. 180 dan ayirsak bizda necha bo'ladi? 142 bo'ladi. Xo'p, 2 ni biz bo'lish qilib o'tkazamiz. X teng bo'lyapti 71 ga. Xo'p, bu bizda S javobda turgan edi. Xo'p, keyingisi. Yanada qiziqarli misollarni o'tkazib yubormaslik uchun buni bo'lib qo'yinglar. Hammaga omad.